Mo'min kishini hayoti ana shu o'limga tayyorgarlik. Bugun kelsa bismillah deb ketaveradi. Chunki hayotdan maqsadi, hayotdagi asosiy maqsadi Alloh taologa ro'baro bo'ladigan kunga tayyorgarligidir. Astagfirullah. Wala in qutiltum fi sabilillahi aw muttum la maghfiratun minallohi va rahmatun khayrun mimma yajma'un. Qasamki agar Alloh yo'lida o'ldirilsangiz yoki o'lsangizlar, albatta Alloh tomonidan bo'lg'usi mag'firat va rahmat ular, ya'ni munofiqlar, kofirlar to'plagan dunyodan yaxshiroqdir. Oxiratda mo'minga nima deyiladi? Qila dukhulil janna. Qila dukhulil janna. Jannatga kir deyiladi. U nima deydi? Ya layta qawmi ya'lamun. Qanida meni qavmim bilgan deydi. Nimani? Bima g'afara li robbi va ja'alani minal mukramin. Robbim meni mag'firat qilib, mukramin, hurmat qilingan bandalar qatoriga qo'shganligini.